Sakzena massivida 5,5 sotog'li mana shunaqa katta hovlimiz tayyor bo'lgan. Podvali bor, birinchi etaj, ikkinchi etaj. Bu tomonda bizlarda darvozaxona joylashgan, mana shunaqa kattagina. Ikkita mashina bemalol sig'adi. Bu yerda kalitka qilingan, bu yerda letniy kuxnya, letniy tualet joylashgan do'stlar. Ana endi uyimizning ichkari qismini ko'rsatamiz. Uyni ichkari qismi bo'lyapti. Mana shunaqa korobka holda topshiriladi. Mana bu yerda kattagina xona bo'lyapti. Birinchi xonamiz mana shu yerda joylashgan. Xohlasangiz mehmonxona qiling, xohlasangiz kattalar yotoqxonasi qiling. Bu yerda oshxona joylashgan bizlarda. Bu yerda bizlarda sanuzol joylashgan, mana shunaqa. Va mana bu yerda bizlarda kattalar yotoqxonasi ichida sanuzol ham bor do'stlar. Panoramli oynalar qilingan, mana shunaqa katta joy qo'yib o'tilgan. Xohlasangiz maydaroq qilish ham mumkin. Pishiq g'ishtdan qurilgan dom. Bu yer ikkinchi xonamiz bo'lyapti va ikkinchi qavatni hozir ko'ramiz. Bu bizlarning ikkinchi qavatimiz bo'lyapti. Mana shunaqa katta hol va balkonga chiqadigan joy bo'lgan. Bu yerda bizlarda bolalar yotoqxonasi bo'lyapti, mana shunaqa. Bu yerda esa yana bitta xona bo'lyapti. Buni ham xohlasangiz mehmonxona qilishingiz mumkin. Juda ham katta bo'lyapti. Va mana bu yerda yana bitta kattalar yotoqxonasi, ichida sanuzol va garderobi bor. Ikkinchi etajning ham tepasi полностью monolit qilingan. Mana bu yerda общий sanuzol joylashgan. Va mana bu yerda yana bitta yotoqxona. Do'stlar, hovlimiz Sakzena joylashgan, 5,5 sotix bo'lyapti. Narxi, ma'lumoti pastda opisanda bo'ladi. Videoni tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.